Salom, aziz kattalar. Men sizning kichkina shifokoringizman. Har kuni sizga qarab ulgayapman. Yuzingizdagi har bir tabassum, har bir nigoh mening dunyoqarashimga aylanyapti. Shuning uchun, iltimos, telefonni bir chetga qo'ying. Ko'zlaringizni bizga qarating. Men sizni yaxshi ko'raman. Siz ham meni yaxshi ko'rasiz. Lekin mehr faqat opicha emas. Mehr suhbat, vaqt va quloq tutish orqali seziladi. Bizga tezroq katta bo'lishimizni istaysiz. Ammo lays, gazli ichimlik, muzqaymoq, ortiqcha shirinlik bu bizni zaif qiladi. Hatto siz bitta nima qiladi degan narsa biz uchun ko'p. Yana bir narsa, bizni kech uxlatmang. Biz kichkinamiz, uyqu bizning osish darsimiz. Har daqiqa YouTube yoki telefon o'yinlari ko'rsatmang. Ekran ko'zimni o'rganadi, ammo yuragimni emas. Shirinmiz bilamiz, lekin haddan ortiq opish ham noqulay. Nafas olishga ham vaqt bering. Xulosa shuki, biz sog'lom ulgayishimiz uchun sizning sog'lom odatlaringiz kerak. Bizga ko'proq vaqt, e'tibor va sabr hadya qiling. Hozircha shular. Obuna bo'ling. Bolalar shifokori Sog'lomjon siz bilan.